Hammaga salom, sizlar bilan Delisi Ibragimov. Bugun biz sizlar bilan qizil futbolchilarni olish uchun Dream Draftda tarkib tuzamiz va 225 ta olmos so'ramoqda. Videorolikni boshlashdan oldin videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Jigarlar, podeshkani bosib o'ringlar, obuna bo'linglar. Minta bo'lishiga oz qoldi va boshlaymiz. Bu yerda 4-4-2 bilan 3-5-1-1 taktikasi berilmoqda. Bu yerda men 4-4-2 taktikasini tanlayman, doim o'ynaydigan taktikam. Va boshlaymiz. Yaxshi. Bermoqda. Olamiz. Varataga Rikfordni olamiz. Va bu yerdan Ferlan Mendini olamiz. Husanov chiqmoqda. Bu yerdan esa Husanovni olamizmi? Yo'q, Kundeni olamiz. Bu yerdan esa Bremerni olamiz. De Laurenti'ni olamiz. Xo'sh, bu yerdan esa Dokuni olamiz. Bu yerdan esa Chalhanoglu'ni olamiz. Bu yerdan esa Riyanni olamiz. Bu yerdan esa Cherkini olamiz. Va bu yerdan Matius Pedro bor ekan. Pedro'ni olamiz. Va varataga Nevesni olamiz. Bu yerdan esa Baldeni olamiz. Va bu yerdan Kiminjeni olamiz. Barriosni olamiz. Tezda qilmoqman, vaqt cho'zilib ketmasligi uchun. Xo'sh, bu yerdan esa Joeliton'ni olamiz va Antonini olamiz. Xo'sh, bu yerdan esa Muriki bor ekan, Rodrigoni olamiz. Va 2 tekini olamiz. Mana tarkib uncha zo'r bo'lmasa ham, lekin yaxshi. Boshlaymiz. Mana do'stlar, oxirgi o'yinni ham yutdik. Birinchi o'rinni oldik. 50 ta olmos bilan qizil agentni oldik va endi ochamiz. Ana endi ochamiz. Qani kim tushar ekan? Xo'sh, kim bo'lishi mumkin? Hujumchiga o'xshaydi. Zarbalari 84. Tezligi ham yaxshi ekan. Va Sidor tushmoqda. Mana oldik. Obuna bo'lishni unutmang, jigar. Minta bo'lishga yordam beringlar. Va videorolikni tugatamiz. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.